nima deysiz qimor reklama qilayotgan har xil mashhur basharalarga? San qimorni reklama qilayotgan, har xil harom xarij yeyishni o'rgatayotgan itlar. Hurmatsiz Raisboy, men senga million marta aytdim, yo mo'ylovingni olib tasha, yo qimorni reklama qilayotgan har xil isqit reklamalaringni olib tasha dedim. Sen uni ham, buni ham qilmading. Yangi reklamani ko'rib qoldim. Malibu beraman, podpiska tashlasanglar, bir yiliga yuborsanglar deb har xil podpiska yo bir bola prosmotr uchun harakat qilayotgan bo'lsang, men senga hozir nomer 1 chempion, hozirgi paytdagi nomer 1 chempion bilan tanishtirmoqchiman. Marg'ilon Saxovat jamoasining boshchisi Azam akam bilan tanishtirmoqchiman. Alloh rozi bo'lsin. Charchamayapsizmi aka? Bu insonni kimdir taniydi, kimdir tanimaydi. Bu odam ashulachilik qilmaydi, aktyorlik qilmaydi. Marg'ilon Saxovat shu qiynalgan birodarlarimiz o'zimizni O'zbekiston kelajagimiz uchun, yoshlarimiz uchun harakat qilib, shu odam oqibatni tiklash harakatida yurgan va shuni harakatida yurib Instagramda blog yurg'izayotgan Marg'ilon Saxovatning boshchisi Azam akam bilan hozir ko'rishib qoldik. Aka, nima deysiz qimor reklama qilayotgan har xil mashhur basharalarga? Aytib o'tganingizdek, o'sha mashhur chempionlar, sportsmenlar deb qaytdilar bu yo'lda. Biz guvoh bo'ldik yaqinda mana bir yoshi ulug' otaxon, onaxon uysiz ko'chada qolishdi. O'shanda siz ham hissingiz bor. Shuning uchun keling, yaxshilik ustida jamlashaylik. Xudo xolasa, xayrli ishlarda hammamiz birga bo'lsak, kelajakda yoshlarimiz uchun, xalqimizga, vatanimizga foydasi tegadigan ishlar qilsa. Siz meni videoyimni ko'rayotgan va bizga podpischi bo'lgan nomer 1 chempionlar, iltimos bu kommentariya chiqqandan keyin bu Raisboyi ham, sherigi mana bunaqa mo'ylovli zuhurmi, o'shani ham so'kib, har xil oilasiga tegishli gaplarni yozmaylik iltimos. Shularning haqqiga duo qilaylik. Sizlarning duoinglar o'q. Sizlarning duoinglar bilan shu bolalarning qalbi ham yumshab turib, bir kunning o'zida qimordan kechdim deb, yaxshi mana shu akamga o'xshagan saxovatli, yaxshi oqibatli ishlarni boshlab yuborsin. Sizlarning duoinglar bilan shunaqa o'tib ketsa va kuchli olimlardan bo'lsin. Biz orqasidan borib, bizga ilm o'rgating deb yuradigan yaxshi insonlar qatoridan bo'ltiraylik biz ham. Alloh rozi bo'lsin. Chempionlar kasal bo'lmanglar. Shu odam bilan birga qildi Alloh. To qiyomatgacha birga qilsin. Okay, yaxshi ishlaringizda biz ham qo'shilamiz endi. Xudo xolasa, siz o'tgan duoga biz ham sherik bo'laylik. Okay? Tanish xursand bo'ldim. Obunachilarimiz hammasi sherik bo'ladi, Xudo xolasa. Amin. Okay. Salomat bo'linglar, tanish xursand bo'ldim. Rahmat.